Hürmetli radyo anlıqçı dostlar, yaxşımısınızlar? Anlavatqanlar Merkezi Xalq Radio Stansiyasının Şəxslər albomu proqramısı. Mən proqram riyasətçisi Arman Nurcan. Edison Amerikalıq məşhur alim və kəşfiyyatçı. O, kiçikidən tartıbla fənni söyüb, özlükidən tarışıb ögünüb, özünün hayatını ilim-fən işlərə təqdim qilishga iroda bağlagan. Biz bugün davamlıq Edisonның hayati fəaliyyəti və sərgüzəştisini tonuşturuş arqalıq muntazam ma'rif tərbiyəsi almagan Edisonның fən kəşfiyyat işlərində qandaq berilib tədqiq qılğanlığı və qaysarlik bilan əmgək qılğanlığını tonuşturmuz. Onun insaniyyət cəmiyyəti üçün bəxt yaratışda güclük arzusunun ilhamında qat'iy iroda bağlab, min qitimlab məğlubiyyət aldıda qorxmay, çekinmay, san-sanaqsız qiyinchiliklarni yengib elektr chirog, patifon, kino va akkumulyator qatorliq 2000 xilcha ilmiy kashfiyotini qandoq qilib vujudga keltirib, kishilarning hurmati va muhabbatiga sazovar bo'lganligini tasvirlab beramiz. Anglashni qo'ldan bermaysizlar. Bir kuni yo'lovchi ham yuk vagonlari aralashib yetilgan poyez Detroit vokzalida to'xtadi. Ish boshqaruvchi Stevenson yuklarni qachilatqizib bo'ldi. Poyezning yo'lga chiqishiga yana xeyli vaqt bor edi. Shunga u vokzal supusida badash qonqurib o'ltirdi-da, tamaki qutisini chiqarib, tamaki chekishga boshladi. U tamaki chekib o'ltirganda, orqa tarafidan bir kishi kelib, uning mo'risini qiqib, "Stevenson, Edisonni ko'rdingmi?" deb so'radi. Stevenson orqasiga qarab bu kishining Detroit stansiyasida ishlaydigan hammal ekanligini ko'rib, "Yigit, ovozingni chiqarmay o'g'ri-mushtak mangdi ekansan-jimi? Edisonni izlab nima qilatding?" dedi kulib. Heliqi hammal ishchi yanchiqdan bir parcha chertyojni chiqarib, qo'shilmasini turib dedi. "Mashinangga qarab turib, bir telegraf apparatini qurashtirib baqan edim. Hech aplashmayotdi. Edisonni ko'rib baqsa dedim." Stevenson uni bo'sh mushlab turib, "Balle yigit, ko'zing odam to'niydi ekan. Qara seni, mushundoq yaxshi maslahatchini tanlaganingni. Kel, birga o'tirayli. U hozir keladi." Hammal ishchi dumchiyib, putlarini olmabla Stevensonga qarab o'ltirdi-da, ikki tal tamakini chiqarib, birini o'zi chekdi, birini uningga tutib, tutashtirgan dedi. Hammal ishchi tamakini bir ikki sho'rgandan keyin, "Bu shokichik nima ketgandi?" deb so'radi. Stevenson tamakining kulini qiqib etib, "Nega boradi deysan? Kutubxonaga kitob o'qig'ili bordi. Tunugun mushchaqda u yuk taq vagonida nima ish qildi?" deb surishtirdi hammal ishchi. Tajriba ishladi. Hammal ishchi o'zining quliqiga ishonmagandek qilib qayta so'radi. "Tajriba ishladi demsan? Yuk taq vagonida tajriba ishildimi?" "Shundoq, yuk taq vagonida tajriba ishildi", dedi Stevenson ovozini ko'tarib, sözünü danımı-danı qilib. "Xabaring yo'qmi? Yuk-taq vagoni hozir Edisonning ko'chma tajribaxonasi bo'lib qoldi." "Ko'chma tajribaxona? Bu yangi gap ekan", dedi hammal ishchi ko'zlarini qisib. Stevenson mamnuniyat bilan kulib dedi. "Yangi ekan? Ha, ularning kasbiy tili bilan aytganda, choq bilan g'irishlab mangadigan tajribaxona degan shu. Bu texi almisoqdan bo'yanqi tunji qitim ko'rilayotgan ish degina." Hammal ishchimi beixtiyor holda kulib ketdi va "Rost, anglab baxmabdi ekanman. Ha, bu shokichikning o'zi kichik bo'lg'ini bilan pamjiq ekan. Shuni deymamsa. U pam bilan ish qiladigan bola edi. Qo'liqdan chatoq chiqib qoldi. Barg'an sira tirishadigan bo'ldi. Bizning poyezdning qatnash musofasi qisqa bo'lg'achqa, yuk taq kira qiladigan yo'lovchilar oz bo'ladi. Shunga bizning yuk taq qachilinadigan vokzal Şuna bizning yuk taq qachilinadigan vagonimiz hamisha degudek bo'sh qoladi. Edison buningga burun dil diqqat qilib yuribdi ekan. Bir kuni u kulib kelib, "Tag'a, yuk taq vagoni hamisha bo'sh turdi ekan. Shunga men o'yimdagi ushshaq saymonlarimni ashu vagonga akilib tajriba ishlarimni qilsam qulayligiroq bo'ladi. Kichkina yerga sig'di, shunday qilsam bo'larmi?" deb mendan maslahat so'radi. Men uning gaplarini anglab, qara buning kichkina kallasiga yuk taq vagoni kelganini. Bekor tursim turmamdi. Bo'lmaydigan nimasi bor deb o'ylab, "Ma'qul, akelsan, akelgin. Biroq pag'as bo'lgan, vaqa tug'dirib qo'ysang bo'lmaydi" dedim. Bu shokichik mening ma'qul deganimga xuddi biror cho'ng savdo qilganda xo'sh bo'lib,
Rahmat sizga Stevenson tag'a, rahmat sizga deb kayni-kaynidan rahmat aytib, meni biroz o'ngaylantirib qo'ydi. Ha, chechen shumtak, dedi hammal ishchi qaqaqlab kulib. Gepining tatliqligini qara uning. Og'ziga hasal surkib olgandek. Atse asta berib, yuktaq vagoniga qarasam, cho'ng botulkalar, kichik qutilarni, har xil, har yangi tajriba naychilarini ratlik tuzib yetibdi. Xuddi yangi ochilgan cho'ng optikaga o'xshaydi. Sho kichik mukchiyib yurib, bir turib, bir nimani bir qandoq qiladi. Yana bir turib, yana birisini bir qandoq qiladi. Xuddi dori sarliguvchi risibga qarab dori sarligandek, qo'liga kitobni ilib birdam qaraydi-da, qo'liga tegmay ishlab ketadi. Hammal ishchi ikki mursini qisib qo'yib, ikki qo'lini kerib dedi. Hay, uning mengisi qandoq mengikin tang. Nimani o'g'inaman desa shuni o'g'inib oladi ekan. Mengisi qaltis ishlaydi ekan emasmi? Men yolg'iz bir telegramma bilan aytishibmi, hech ipini bilolmayapman. Stevenson uningga lapida qarab qo'yib, uning fikrini to'g'ri topmagan holda dedi. Qiyin ish yo'q olamda ko'ngil qo'ygan odamga. Telegramma ishini o'rganishni olsak, u bu jihatda ko'p ajr qildi. Dastlabki chaqlarda poyezd Kelemensi teg'i itikida to'xtagan hamon bu shokichik Mekinkininkiga chapatdi. Mekinki hammal ishchi go'yo ishning sababini topgandek bo'lib gap qistirdi. Ha, bundaqda. Danliq ustining shogird ekanda. Mekinkining telegramma jihatdagi hunari haqiqatan ustun. Stevenson uning gapiga javob bermay, o'z gapini davomlashtiraverdi. Bu shokichik Mekinkinikiga berib, uning derizasiga g'ippiri yomishib chiqib, yo'g'on ko'zlarini chaqchaytib, uning telegramma berish va elish texnikasini ko'rib oladi-da qaytib keladi. Yolg'iz o'ylanadi. O'ylanib bo'lib, o'ylaganlar bo'yicha ishlaydi. Qayerni aplashtirib olmasa, atsi yana berib ko'rib keladi. Hammal ishchi ko'zlarini chaqchaytib, "Yoprim, ko'rilib kelib, o'ylanib yurib ishlab ketdimi?" Stevenson yana uning gapiga javob bermadi. Tamakining qalduqini qattiq bir necha sho'rdida yerga tashlab, dastlab o'chirib yetib, so'zini davomlashtiraverdi. Ichki ahvolni biladiganlarning aytishicha, telegramini tajriba qilish ustida Edison bilan dadisi o'rtasida kichikkina qiydashchilik yuz berganmish. Natijada o'g'li dadisini qoyil qilganmish. Ahvol ochiq edi. Poyezd Urun pristaniga soat 9:20da keladi. Edison gestini setib bo'lib, uyiga qaytqicha soat 11 ga yaqinlashib qoldi ekan. Telegramma bilan hapilishib yotqicha xili vaqt bo'lib qoldi ekan. Dadisini aytdi tarsa odam. Telegram deganga qarmay, soat 11:20da yotadi ekan. Hech kimning bu qoida xilof qilishiga yo'l qo'ymaydi ekan. O'ylab baqa. Edison hech qanday qonuniga yozilmagan bu belgilamaga bo'ysunadi odamsa. Telegramni sinoq qilish ishini to'xtatib qo'yatdimi? Yo'q. Nima degan bilanmi to'xtatib qo'ymaydi. Har kuni eshib qolgan gestni uyiga elib kelganda, dadasi hamon vaqt chiqarib shu kundagi iqim masalalarini ko'rib chiqmay qolmaydi ekan. Edison dadasining bu odatini biladi ekan. Shunga bu shokichik bir aql o'ylab tepib, dadasini qoyil qilibdi. Edison mo'rg'a ulangan kanaylarni chekidigan missimdan bir munchisini tepib, daraxtga sim tortibdi. Bu simning uzunligi taxminan 20 ingliz tilisi bo'lib, uning uyidan uning bilan birga telegramma tajribasiga qatnashadigan Kranishning uyiga ulanadi. Shu kuni u o'z plani bo'yicha set bo'lolmagan gezitlarni adishi Kranishga olib berdi-da, uyiga qaytib kelib, sivatni hamisha qo'ydigan yerga qo'yib qo'ydi. Dadasi odati bo'yicha lamjim demasdan gezitni olmoqchi bo'lib, sivatni oqtirib gezit topolmay, gezit qani deb so'raydi. Edison mo'risini qisib qo'yib, bugun muhim xabar bor edi. Xaridorlar ko'payib ketib, hammasi setilib ketdi. U shundaq davitib, ko'zining qo'yrug'i bilan dadasiga qarab, uning to'lmi armonda qilib, ko'zlarining piltiyib ketganligini ko'rdi-da, "Beliq qamoqqa elindi" deb o'ylab darhalla Kranish bir songa yozilgan. Ko'rmoqchi bo'lsangiz, u gezitlik xabarlarni telegramma orqali bir-biridan yetkazib berdi, deydi. Gezit ko'rolmaganligi uchun ko'ngli yerim bo'lib turgan Shanmur muhim xabar borligini anglab, texmi ko'rgisi kelib ketgan edi. Shunga noiloj holda "Bo'ldi. Qani qilib boqqin. Telegramman qarig'i kelamdi o yo'q", deydi. Edisonning shuncha boshqa turishidan maqsadimi dadisiga mushundaq gapni qildirish edi. Edison "Qarig'i keladi. Gap yo'q, qarig'i keladi",
deb maydisiga mushlab va'da berdi-da, qarish tarafga belgi berib, uning plan bo'yicha ish boshlashini uqtirdi. Shuning bilan yerlik telegramma apparati darhol ishlashga boshlaydi. Telegramma simining U5da Kranish telegramma berdi. Bu 5da Edison telegrammani qabul qildi. Telegrammaning tak-tak qilgan ovozi al oyig'i jimiqqan bu kechida nihoyat yaqinlik anglanadi. Shu kuni dadabola ikkisi kech soat 1gacha ishlab ondan orom oladi. Asi texmi kech yotadi. 3-kuni bak kechikmagan bo'lsa-mu, yanala baldur bo'shay olmaydi. Dada degan dadada. Ko'pni ko'rgan dada ahvolni bayqamay qolamdi. Hamisha qaymoqib yuramdi. 3 kun o'tgandan keyin u o'zining aldanganligini bayqaydi. Shundoq bo'lsa-mu, ichida bu pindak nimaga tutish qilsa shuni o'rganib oladi. Qilgan narsalari haqiqatan qarg'a keladi. Dal shu narsaning o'zidakli bo'lib chiqadi, deb xo'sh bo'ladi. 4-kuni qoq saharda dada bo'sug'ida turib elib, sivatni murisiga ortib mangmoqchi bo'lgan o'g'liga mundaq deydi. Kechda men gazet olg'ach kelgan. Men ko'rgan gazetimni ko'rayveray. Sen o'zingning telegrammang bilan hapilchiver. Har ikkimiz bir-birimizga qarshi bo'lmaymiz. Gap ochiq aytilmagan bilan o'z-o'zidan tushunishlikki, dada o'zining qonun farmonga yozilmagan qoidasini amaldan qoldirgan. Stevenson bu hikoyani bir boshlagancha to'xtamay aytib bo'lib kunga qaradi. Yo'g'on bir o't chorida quyosh g'arb ufuqiga bosh qo'ygan edi. Vokzal supisining ang chetidagi bir-bir bilan garalishib ketgan rilslar kechki quyosh yo'lisida chiroyli yaltirab turadi. Ammal ishchi bu hikoyani anglab, beshini sangiltib birdam o'ylanib beshini ko'tardi. Qo'yuq qoshlarini yimirib, kristaldek chaqnab turgan ko'zlarini Stevensonga tikib, kaskin holda dedi. To'g'ri aytding Stevenson. Qiyin ish yo'q olamda, ko'ngil qo'ygan odamga. Endi biz Stevenson bilan hammal ishchining vokzal supisidagi parangni qo'yib turaylik. Edison Detroit jamoat kutubxonasiga kelib, bir o'ltirsa, necha soat o'tib ketganligini sezmay qoladi. Bir kuni kitob ko'rayotganda, uning qalbi to'lqinlab ketdi-da, atigan bir komissiyonda ko'rgan shopograf esiga kelib qoldi. Daftar qalamlarini yig'ishtirib, kitobni qaytirib berib, darhol chiqib ketdi. U o'zi aytgandek, gazitpurushlik qilgandan bo'yon haqsiz gazit o'qishni zodi qo'ldan bermadi. O'qit qancha aldirash bo'lsa-mu, uning ustiga tajriba ishlashga, telegramma berishni o'rganishga, kitob o'qishga to'g'ri kelsa-mu, iloji qilib vaqt chiqarib, gazitni boshdan oyoq tafsili o'qib chiqardi. Qiziqadigan maqolani hatto 2-3 qitim o'qiydi. U bir parcha gazitning hajmi cho'ng bo'lmasa-mu, uningda cho'ngi ichki tashqi zo'r vaqalarni, kichki bir qadoq masayning qancha pul ekanligidek ushoq ishlarini aytib o'tkili bo'ladiganligini. Bundaq bo'lganda ham qiziqarliq, ham atrofliq bo'ladiganligini, gazitning tugumas tutmas xazina ekanligini his qildi. Kunlarning o'tishi bilan uningda gazitga favqulodda hissiyot tug'ildi. U yangi xabarlarni, maqolalarni o'qish bilan qolmay, gazitning bat tuzilishi, maqolalarning o'rlashtirilishi, gazit beshining tuzilishi, sarlavhalarning qo'yilishi qatorliq ba'zi kishilar ancha diqqat qilmaydigan narsalar ustida mulohaza qiladi. Uning qalb e'tiziga gazit nashr qilish urug'i terildi. Bahor shamoli chiqsala, bu urug' big' surib, to'pidan unib chiqadi-da, to'lib toshqan hayotiy kuch bilan o'sib ketadi. Uzoq o'tmay, Amerika tarixida mashhur bo'lgan Janub-Shimol urushi portladi. Hamma odamning diqqati vaziyatning taraqqiyotiga markazlashib, gazitga bo'lgan ehtiyoj ilgirgidan eshib ketdi. Edison odatda har kuni 300 nusxacha gazit sotadi. Zambarak ovoz bilan tangli sotadigan gazitning soni eshishga boshladi. Bir qitim u biraqli 1000 son gazit sotdi. Uning qalbiga ko'milgan urug' endi bu urush bo'ronlari ichida jim tura olmay qoldi. Bu urug' xuddi bahordagi tunji guldirmomidek uning vujudini hayajonlantirib, qonlarini urg'utib, go'yo uningga vaqti keldi, darhol gazit chiqarish kerak deb xitob qilgandek bo'ldi. Edison bugun atigan gazitni elib chiqib, bir komissiyonning oldidan o'tib ketib, uning derisiga tizib qo'yilgan shopografni ko'rib qilib, yurki pishildigan edi. U chaqda kutubxonaga oldirg'achqa, uni tafsiliy ko'rib beqishga ulgurmagan. Kutubxonada bu ish birdilla esiga tushib qilib, kutubxonadan darhol chiqqandan keyin
atigan kelgan yo'l bilan menib ashu komissiyonni topdi-da, eliqi shapografni uyan o'rib, buyan cho'rib, tafsiliy ko'rishga boshladi. Bir kichik bolaning shapografning u yerini, bu yerini tutib yurganini ko'rgan komissiyon xo'jayini uni ko'rib o'ynayotdi deb qarab, uningga ancha ahamiyat bermadi. Keyin bu bolaning uni nihoyatda tafsiliy ko'rayotganligini ko'rib, uningga yaqin keldi-da, astoydillik bilan tonishtirib ketdi. Qilch chatig'i yo'q. Asosan yangi. Asli bir ko'ktatchilik do'kini, ko'ktat tizimini besiq ishlatgan. Abjil, yana bir yurish qo'g'ishun harpim barfka. Qo'rqmay eliver. Shiltalsang, narqida ziyon tortmaysan. O'zidan to'lib olasan. Bu kichik xeyrilarning qo'liqining eg'irligini o'qimagan xo'jayin ovozini yuqori ko'taraverib gap qilishni xiyollig'imi keltirmay bir hazo tonishtirib ketdi. Lekin Edison biror ig'iz gapni anglamadi. Biroq haq mundaq astoydil muomalada bo'layotganda qilch isboti bildirmay bo'lmaydi. Shunga u beshini kelmas lang'ishib qo'yib, xo'jayinning yaxshi muomalasiga odimatchilik qilgan bo'ldi. U o'zining o'tkir farq etish qobiliyati bo'yicha shapografni bir qo'ri tekshirib chiqdi. Qo'g'ishun harflarini tafsiliy ko'rib chiqdi. Ondan lamjim demasdan pulni chiqardi-da, shu yerning o'zidala sodini bitirdi. Matbaa uskunasi hal bo'ldi. Biroq uni ishiltishni bilmasa qanday qilish kerak? Siz uningdan g'am qilmang. Edison uni ishiltalmasmi? Edison uni ishiltalmasa, uni pulga setib oladimi? Rostini aytganda, u harf tizish, besish degan bu hunarning yeniga kelibmi baxmagan. Lekin dastlabki chog'larda hafilashgan ximiyalik tajribalar, telegramma deganlarni onasidan tug'ilib bilgan emas. Yangi narsalar qancha ko'p, har qancha ajoyib g'aroyib bo'lsa-mu, Edison ularni qilaman desila, uning birli ko'ni chorasi bor edi. Bilmasa, boshqa turib o'g'inish. U shapograf bilan qo'g'ishun harflarni yuktoq vagoniga akilib, harf tizish, besish texnikasini o'zi yolg'iz tadqiq qilishga boshladi. Gezxona ishchilari o'rgatib qo'ygan usul bilan avval harflarni ularning cho'ng-kichik punkitlari tartibi bo'yicha ratlab tizib chiqdi. May, siyoh, qog'oz, kirsin, qisqus setib oldi. Ondan bir son koni gez tepib, shuniga qarab bat yasadi. Korrektorlik qildi, bosdi. Aniq bo'lmagan joylarining sababini topdi. Yoki mayni tangshaytdi, yoki harfni sal egiziltatdi. Yoki kirni yengni bilan ko'lab chiqarib yetadi. Harflar qing'ir qiyshiq bo'lib qolsa, bir-biriga qistab chingtatdi-da, midirlamaydigan qiladi. Harfni tizib bo'lib bosatdi. Ondan yana chuvib, yana tizatdi. Bir qitim sinab ko'rib, yana takror ishlab ko'ratdi. Shu tarzda ishlatgan qog'ozni necha dasti keladi. Xeyli aplashtirib, bosqidak bo'lgandan keyin tujuplab bir poyezdning suratini sizdi. Ondan stratip yasash shirkatiga berib, bir parcha mis stratip yasatdi-da, uni gezit beshi qilmoqchi bo'ldi. Uskuni setib oldi, texnikini egalladi. Gezit beshini bosadigan mis stratipni yasatdi. Demak, hamma ish bitdi. Endi gezit chiqarsa bo'ladi. Yo'q. Edison yana obdan o'ylashadigan ishlar borligini his qildi. Gezitga nima deb ism qo'yish kerak? Bir son gezitni qancha pulga setish kerak? Gezit qarallik material. Kunda chiqadigini kundalik gezit deyiladi. Haftada bir qitim chiqadigini haftalik gezit deyiladi. Oyda bir qitim chiqadigini oylik gezit deyiladi. Edison amaliy ahvolga qarab, maqola uchun ziyorat qilish, maqola yozish, harf tizish, besishlarga ketadigan vaqtni, ish haqqi qog'ozlarni astoydil hisoblab chiqdi. Haftada bir son chiqarishni eng muvofiq deb hisobladi. Uning ustiga bundoq gezit chiqarish burun ko'rilib boqmag'achqa ozdur ko'ptur avangardlik turqumi bor edi. Shunga avangard haftalik geziti deb nom qo'yish qaroriga keldi. Parcha sotganda har bir son gezitga 3 sent, oylik yezilganlarga e'tibor berib 8 sent oladigan bo'ldi. Bir qancha kun o'tmayla, ya'ni 1862-yil 3-fevral kuni Avangard geziti yangicha uslubda, alohida qiyofatda mushtariylar bilan yuz ko'rishdi. Bu gezitning hajmi cho'ng bo'lmagan bilan oz ham soz edi. Yangi xabarlar stoni, e'lonlar stoni bo'lib, temir yo'l bo'ylaridagi joylarning ahvoli haqida xabarlar. Har qitimliq poyezdning mengish vaqti bor edi. Yana bozor ahvoli, narx-navolarmi bor edi. Qushqach kichik bo'lsa-mu, hamma a'zolari to'liq bo'lgandek, bu gezit kishilarning toza olqishiga erishdi. Tunji qitim sotgan kuni 400 nusxa setildi.
bir muncha kishilar mushtari bo'ldi. 15 yoshlik bir balaning g'ingping yo'qla bosh tahrir bo'lib, o'zi yolg'izlik gez chiqarganini ko'rib hangtang qilgan ham xo'shal bo'lgan temir yo'l ishchi xizmatchilari Edisonni maqtab og'iz besilmadi. Ya'ni kelib bu gezning poyezdi nashr qilinib, temir yo'l bo'ylarida tarqalganligi ularga o'z qarindishidek texmi yaqinlik tuyuladi. Shunga ular uningga har jihatdan yordam qilishdi. Yo'tkash xizmatini qiladiganlar poyezd yo'lga chiqadigan vaqtning o'zgarish ahvolini vaqti-vaqtida uqtirib qo'yadi. Poyezdda qatnab turadigan xizmatchilar har qaysi bekatlardan yangi materiallarni olg'ash keladi. Radistlarning hamkorligi shunchalik qimmatli bo'ladiki, urush haqidagi xabarlar puti ittik oshqa degandek hamisha bir muncha cho'ng gezitlardan avval Edisonning gezitida besiladi. Uzoq o'tmay Avangard haftalik gezitining nom atiqi xuddi qanot chiqargandek taraf-tarafga purkatdi. Tiraji 700 songa yetdi. Ayni zamondagi Angliyada chiqadigan Times geziti uning haqida xabar bosgan va uning maqolalaridan naql keltirgan. Gez chiqarish teleki ishga ochdi. Yangroq shuhratga erishdi. Nagili borsa uni maqtaydigan, tabriklaydigan gap so'zlar quloqqa kirib turadi. Boshqa bola bo'ladigan bo'lsa, allı burullu xo'shalligidan og'zi quloqiga yetgan bo'ladi. Achchig'i kelsa boshqa ishni qilgan bo'ladi. Biroq Edison unda qilmadi. Uning qarashicha, Avangard haftalik gezitining nashr qilinishi xuddi temir yo'lda yangi bir liniya ochilib, poyezdning qatnash qitimi ko'paygandek, uning tinimsiz turmushiga yangi bir mazmun qo'shgan edi xolos. Aslidan qilib kelayotgan harakati gezit purishliq, tajriba ishlash, telegramma berishni o'rganish, kitob o'qish, ta'sirga uchramay avvalgidek ketaverdi. Uning ustiga gezit chiqarish zaruriyati orqasida telegramma berishni o'rganish, kitob o'qish ishlarini ilgirkidan texmi chiq tutdi. Bu jihatda o'ziga texmi qattiq talab qo'ydi. Edison har kuni tong suzilgandan tortib yarim kechigacha ya u ish bilan ya bu ish bilan shug'ullanadiki, birdamni bekor turmaydi. U odam tirikli bo'ladi ekan, ishlashi kerak. Ishlashning o'zi rohat, cheksiz xushallik. Xafa bo'lish to'g'ri kelsa, har kuni bir necha soat uxlaganlikdan xafa bo'lsa bo'ladi. Chunki shundoq yaxshi vaqt bekordan bekorga zoya bo'lib ketadi. Bu haqiqatan afsuslanarli ish deb qaraydi. Ishi aldirash bo'lgan sari hal kuni obdan o'tadigan bo'ldi. Ko'zni yumib ochqicha bahor ketib, yoz kelib, tomuz vaqti bo'lay deb qoldi. Dal mushu issiq oylarda Edison yana bir balo qazo uchirdi. Shu kuni kechida yuk va yo'lovchi poyezd qaytib kelyotdi. Edison yo'lovchilar vagonlarida 2 navbat o'qat qildi. Lekin keyingi son gezitni texi tuzmaganligini o'yladi-da, o'qitini davomlashtirishga ro'yi bormay, odamlar orasidan qistilib chiqib, yuktoq vagoniga kirdi. Cho'ng sivatni qo'yib, yuz ko'zidagi tarlarni eytdi-da, qog'oz qalam elib butun diqqati bilan yozishga boshladi. Mushu bir qancha kunlik mol bahosini yezib bo'lib, qalamni qo'ydi. Xotir daftarini varaqlab ko'rib, dugilak ko'zlarini chaqchaytgunicha bir pas o'ylanib, ya'ni yaqinqi bozor ahvolini, joylarning xabarlarini yozdi. Savdo sanoatchilarining e'lonlarini burunqidakli bir qilibdi yezivermay, cho'ng gezitlarning usulidan o'rganib, kishini jalb qiladigan sarlavha qo'yish, jonliq so'z iboralarga almashtirish kerakligini o'yladi. Poyezd eng yuqori surat bilan chopmoqda. Qattiq urilgan havo issiq shamol qo'zg'ab, kichik derazadan kirib uni uriladi. Derazadan ko'rinib turgan osmon pardasida liq turgan yulduzlar balvol qilib chaqnashib turadi. Poyezd Urun pristoniga alohizal 10 kilometr chiqalganda rillis takshi bo'lmagan va poyezdning sur'ati odatdagidan tez bo'lganlikdan poyezdning chaqi qaraslab, poyezd qattiq silkinib ketdi. Butun zehni bilan yezayotgan Edison g'anglab ketdi-da, qo'li titrab, qo'lidagi qalam jart qilib qog'ozga qing'ir qiysq bir siziq sizratdi. U beshini ko'tarib u yoq bu yoqqa qarab, nemish bo'lganligini bilolmay turgan orliqda vagonning ustunki burjikidan fosfor qachilangan bir botulka jang'ida tushdi-da, uning suyi va chiqilgan sunuqlari atrofga chachirab ketdi. Fosfor degan bu narsaning mijozi nihoyat o'sal bo'lg'achqa, oson o'tilib ketadi. Botulkaga so'laqliq, suvga chiloqliq turg'achqa, go'yo temir qafasga solab qo'yilgan noilojlikdan tishlarini hingaytib jim yotgan oshbörga o'xshaydi. Mana endi botulka chiqilib, temir qafas echilib ketgachga, uning uzoqqicha siqilib turgan o'sal mijozi endi jim turmadi.
Botulkaning jang'ida qilib cheqilishi bilan tangla güp qilgan ovoz anglandida qip-qizil yolqin ko'tarilib fosfor o't oldi. O'tdan is chiqdi. Hayt-huyt degicha vagonni tutun qaplab ketdi. Dal tomuz vaqti bo'lg'achqa havo qurg'oq. Gradus nihoyatda yuqori edi. Yog'ochdan yasalgan bu yukdaq vagoni qiziq oftobda qoqilib ketgachga quruq o'tonga sarangi yoqqandek o't taydila tutishib ketadi. Polga tutashgan o't qip-qizil so'naylanib, u yoqni yalmayotganligini ko'rgan Edison yomon bo'ldi. Chatoq bo'ldi dedi-da, darhol chopinni selib etib, lovuldab yeniyotgan o'tga parvo qilmay o'zini otdi. Qo'lidagi ko'ynikini o't o'chirish quroli qilib, barliq kuchi bilan o'tga urishga boshladi. Bu jiddiy ahvol ish boshqaruvchi Stevensonni cho'chitdi. Shu chaqda u atrofni kuzatish uchun amdili chiqib vagonlarni asta aralab yuradi. Birdilla yukdaq vagonida lavuldab o't kuyayotganligini va odam ko'langisini ko'rib qoldi-da, beixtiyor cho'chib ketdi. Ikki chamdaydigan yerni bir chamdab yugurib keldi-da, Edisonning is va yolqin ichida xuddi beshi uzilib ketgan chivindak pirqirab yurib, demi kesilib, qora targa cho'mib ketganligini ko'rdi. Hurmatli radio anglag'uchi do'stlar, Edisonning hayotiy faoliyati tonishtirilgan programmamiz vaqt munosabati bilan bugun bu yerda oxirlashdi. Davomini Atikson programmamizdan anglag'aysizlar. Programmamizni vaqtida anglay olmagan do'stlar bo'lsa, stansiyamizning Uyg'urcha radio tori, ya'ni www.uycnr.com toriga kirib, qayta anglasanglar bo'ladi. Programmamiz har kuni Beijing vaqti soat 18 dan 30 minut o'tganda, Urumchi vaqti 16 dan 30 minut o'tganda, tekrar anglatish vaqti Beijing vaqti kech soat 0 da, Urumchi vaqti 22 da davomli hozirlanadi bo'ladi. Bugungi programmamizning texnik muharriri Dilara Farruh, Zulhayat Anvar. Muharrir Ilhom Kever Abduvahid Niyaz. Mas'ul muharrir Dildar Muhammad Rahim, nazoratchi Nijat Abduqodir. Men program riyosatchisi Arman Nurjan. Xayr do'stlar, Atksan programmamizda ko'rishguncha oltin tininglar amon bo'lsin.